Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar uchun o'zim eng ishonib sotadigan brend, uzoq muddat xizmat qiladigan Hisense brendidan uylarga konditsioner, kir mashina, xolodilnikni ko'rsatamiz. Komplet olaman deganlar uchun narxlarini ham aytib o'tib ketamiz. Hop, birinchi modelimiz Hisense'dan High Comfort modeli bo'ladi. Haqiqiy komfort istovchilar uchun Wi-Fi upravlение, Wi-Fi kontrol bor, iFill funksiyasi bor. Uylarda, xonalarda to'rov burchagini bir xil gradusda ushlab beradi. Low voltage texnologiya bilan ishlaydi, pastokka ham ishlaydi. Tokyo'da Super DC inverter motori 60-70%gacha ekonom qilib beradi. Dizaynni ko'rsanglar bo'laveradi. Maloshning matviy holatda qilingan, pastlarda nikel, haqiqiy high-tech uylarga komfortini xohlaganlar uchun tavsiya qilinadi. 5 yil kompressorga garantiya beriladi. Bunimizni komfort deb bekarga aytilmaydi. Hamma konditsionerda ochsanglar, filtrini shu yerdan olib tozalaysizlar. Bunda bo'lsa qulay, sizlarni komfortinglarni o'ylaydi. Shu yerdan bitta tortasiz, yuvib yana joyiga osongina qotirib qo'ysangiz bo'laveradi. Hop, bu modelimizga 5 yil kompressoriga, 3 yil o'ziga afzallik servis tomonidan garantiya beriladi. Hop, bunimizning narxini aytib o'tib ketadigan bo'lsak, 4,5 million so'mga hozirgi kunda qilib beryapmiz. Xolodilniklari hali ko'p, lekin biz ishonib, o'zim tavsiya qilib, oshna og'ayni, tanish-bilishlarga sotadigan brend hisoblanadi bu. Hop, Hisense brendidan bo'yi 2 metr, eniga 60 sm, A+ kategoriyasida ishlaydi. Inverter kompressor 292 kW yiliga tok rasxod qiladi, 238 litr xolodilnik, 86 litr morosilnik bo'ladi, 39 desibel ovoz balandligi. Inverter kompressor, tashqi tablodan tepani ham pastni ham отдельный ligrovka qilsangiz bo'laveradi. Hop, detskiy blackrovka qilsangiz ham bo'laveradi xolodilnikimizni. Ichini ko'ramiz. Ichlari ham shunaqa katta, uzun holatda qilingan bo'ladi. Общий 1, 2, 3, 4 ta polka, 2 ta nolovoy zona, bitta vinni polkasi bo'ladi suvlar qo'yish uchun. 2 ta nolovoy zonada bemalol svejiy holat ushlab turadigan mahsulotingizni saqlasangiz bo'laveradi. 4 ta общий bu yog'ida polkasi bor. Morosilka qismini tanishtirib o'tib ketamiz. Morosilkamiz hop 3 ta polkadan iborat bo'ladi. Ikkita kichikroq, bitta o'rtada katta polkasi bo'ladi. Uzoq muddatga bemalol bu yerda meva-cheva va go'sht mahsulotlarini saqlasanglar bo'laveradi. Hop, bu modelimizning rangi ko'rsanglar bo'laveradi. Metal svetda qilingan bo'ladi. Va bunimizning narxi hozirgi kunda 5 million 450 ming so'mga chiqyapti. Kir mashinaga o'tamiz. Hisense'da kir mashinasini o'zim shaxsan uyda ishlataman. Shuning uchun hammaga tavsiya qilaman. Sifatidan nolimaymiz, zo'r chiqqan haqiqatda. Liboy narsani solib, biz haqiqiy o'zbek rozvorbop kir mashinamiz. Hop, ko'rsangiz bo'laveradi, ichlari ancha katta, kilosi 8 kiloli, haqiqiy komfort modeli bu ham. Bu yoqdan yoqasiz. Bu yerda o'zida 24 tadan oshiq funksiyasi bor. Hop, ko'rsangiz bo'laveradi. Eng zo'r funksiyalari. Turbo 59 minutlik bo'ladi. 59 minutlik ichida issiq suvda kiyimlaringizni yuvib, chayqab quritib beradi. O'zida undan tashqari ko'p kir mashinada uchramaydigan narsa avto funksiyasi bo'ladi. Materialni ham, kiloni ham tanlamaydi. Solasiz, o'zida tarozisi ishlaydi. Tarozini tortib olib, kerakli rasxodni o'zi qiladi. Undan tashqari qo'shimcha 1 martadan 5 martagacha chayqash funksiyasi bo'ladi. Hop, Wi-Fi kontrol bor. Connect Live programmasi orqali o'zini boshqarsangiz bo'laveradi. Endi shu modelni oqini o'zim uyda ishlataman. Yuvishlari ham ko'pchilik kir mashina olgan toza yuvmaydi deydi. Bunda yuvsangiz unaqa holat bo'lmaydi. Hop, ichida adapterlarida ham shunaqa ko'pirtirib beradigan roliklari bo'ladi. Undan tashqari ichida qo'shimcha kartridj bor, suv urib berish uchun. Hop, barabanlar ham haqiqiy sifatli baraban qilingan. Bundan tashqari, agar ko'pchilik kir mashinada ruscha, masalan sizga inglizcha qulay bo'lishi mumkin, nemischa qulay bo'lishi mumkin, 15 xil tilda o'zingiz tanlab ishlatsangiz bo'laveradi. Bu kir mashinamizga 20 yil motoriga, 20 yil motoriga 3 yil o'ziga servis besplatniy ofitsialniy Hisense brendidan servisidan beriladi, pechat bosib yozib beriladi. Hop, bu kir mashinamiz shuncha komfortiga qaramasdan 5 million 6 million emas, 4 million 700 ming so'mga uyingizga, qo'lingizga dastlabki bo'lib boradi. Agar arzonroq modellari kerak bo'ladigan bo'lsa, arzonroq modellaridan ham bor o'zimizda. Hop, ko'rsangiz bo'laveradi. Undan ko'ra bitta pastda turadigan modeli 9 kiloli bo'ladi. Bunimizda ponni sensor orqali boshqarilmaydi. Hop, bu yerda funksiyalar bor. Bunday avtomatik rejimi bor. Materialni solasiz, materialingizni kilosiga qarab, qanaqaligiga qarab o'zi vaqtini chiqarib beraveradi, o'zi shunga moslab yuvib beraveradi. Bundan tashqari bunda ham bistri super stirka 49 minutligi bor. 15 ta 16 ta funksiyada ishlaydi. Bunimizda ham 5 ta funksiya bug' bilan ishlaydi. Qo'shimcha kartridj bunimizda ham bor, Wi-Fi upravlение bor. Bunimizning narxi 4 million 350 ming so'm. Salondan ko'ra arzonroq chiqadi, lekin kilosi kattaroq, 9 kiloli bo'ladi. Lekin komfortlari sal ozroq. Undan ham sal soddalog'i bo'lsa, menga Wi-Fi, unaqa balobatlar funksiyalar kerak emas deganlar uchun shu modelimizni tavsiya qilamiz. Hisense'dan 9 kiloli seriya rangi ham. Hop, bu ishlatishga qulay, shu yerda bosasiz, yonadi. Bunday avtomatik funksiya bor. O'zi kiyimingizni
kilosini o'lchamaydi, lekin material ajrab o'zi yuvib berishi mumkin. Funksiya tanlash shart emas, bitta shu funksiyaga qo'yib turib, hamma yo'g'ini o'zligiroqga qo'yadi. Shunday start bosasiz bo'ldi. Bunimizda ham xuddi shunaqa ko'pirtirib beradigan rollari bor. Hisense'da hozirgi kundagi fishkasi bo'lib qoldi desa ham bo'laveradi. Hop, bu kir mashinamizning narxi 3.550.000 so'm, kilosi 9 kilo. Sifatli brendlar kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta bizga podpisatsiya bo'lib qo'ying. Shu modellarimizdan qaysidir biri yo bo'lmasam общий komplektga kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz. Bemalol o'zimizga aloqaga chiqsangiz bo'laveradi. Bu foydali bo'lgan bo'lsa, yaqinlarga jo'natib, bitta like bosib qo'yish esdan chiqmasin.